Texnologiya ukam. Nima qilyapsiz Zafar aka buni? Bu salarka bu, qarab tur. Voy. Billa, aka yonib ketsa nima qilardi aka? Bu salarka mashinani bulbul qilib sayratadi ukam, buni bilgan biladi. Qanaqa qilib aka ko'rsatamiz ham? Hozir ko'rsataman men senga qanaqa qilishni. Bu aslida nimaga kerak? Yerdan sachragan bitumlar, daraxtdan tushgan shiralarni hammasini yuvib tashlaydi. Qayerdan bilamiz kuzovda borligini? Uning uchun shundoq kuzovni silab ko'rsa, qo'limizga shundoq ilinadi. Bu ko'zga ko'rinmaydigan tochka mayda dog'lar mashinani xiralashtirib yaltillatmaydi. Xohlasang, idishga sovaganda men bunday qilib akkuratni mana sepib chiqdim kuzovga, bemalol qo'rqmasdan. Sepib chiqqaningdan keyin bir 5 minutdan keyin, mana qara erishini qara buni. Qara, ketkizishini. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Menga o'xshagan ustalarga ishinglar tushmasligi uchun men o'zimni sog'lomga garovga qo'yib, sizlarga shunaqa loyiha qilib ko'rsatyapman. Endi bundan keyin obuna bo'lmasanglar endi uyat bo'ladi. Agar mashinangizni yanada yaltillatib, olov bo'lib turishini xohlasangiz, polirovka va keramika qildirishni maslahat beraman. Ushbu xizmat bizda 1 million 300 dan boshlanadi. Keyin kuzovni maksimal himoyalash uchun nar broneplenkasidan qilib olsanglar, vashi zo'r nur bo'ladi va mashinangiz sizga ancha xizmat qiladi.